Assalomu alaykum hammaga. Bugun OnShape bo'yicha 3D model chizish navbatdagi darsimiz va bugun biz mustaqil ravishda robotimiz uchun korpus yasashga harakat qilamiz. Bu videoni ko'rib, birga-bir qanday ko'rsatilgan bo'lsa, xuddi shunday takrorlashni maslahat beraman. Demak, robotimizning razmeri o'rtacha 20 cm ga 20 cm bo'lishi kerak. Buning uchun sketch yaratamiz. Topdan mana top plane'ga nisbatan sketch yaratildi. Tepadan qarab olamiz topdan. Mana top yuzaga qarab oldik va robotimiz uchun birinchi korpusning tagini chizib olamiz. To'rtburchak tanlanadi. Markazdan boshlaymiz va razmer beramiz. Mana to'rtburchak chizdik va razmer beramiz. Razmerlarimiz demak 80 emas, 200. Bu tomoni ham demak 200 mm bo'ladi. 200 mm santimetrga o'girilganda 20 cm ni tashkil qiladi. Endi biz robotimizni motorlarini qotirib, uni ballonlari uchun joy tashlab ketishimiz kerak. Ballonlarini joyi eni 20 cm dan ikkita 7 cm lik joy tashlab ketishimiz kerak ballon uchun. 7 cm ballonni demak uzunligi hisoblanadi. Buning uchun mana bu chekkadan mana bitta va ikkita joy tashlab ketamiz. Va ballonlarimizni qalinligi, Firdavs o'lchab ber, ballonni qalinligi necha? Adashmasam 3 cm yoki 2,5 cm bo'ladi. Yo'q, qalinligi degani 25 cm. Demak, ballonlarimizni qalinligi 2,5 cm. Biz ballonni motorga nisbatan joylashuvini ham hisobga olib 3 cm, ya'ni 30 mm joy tashlaymiz ballonga. Endi mana shu yerda Firdavs eshitamiz. Mana shu yerda kompyuter yopamiz Firdavs. Faqat eshitamiz. Buni videodan ko'rib takrorlaymiz, xo'p? Mana shu joyda men senga yana bitta narsa o'rgataman. E'tibor ber. Misol uchun biz bir nechta chiziqlarni bir-biriga razmer jihatdan bog'lab qo'ymoqchi bo'lsak, bir xil bo'lishini xohlasak, Firdavs, nima bo'lyapti? Mana bu chiziq va mana bu chiziq, bu ikkita to'rtburchakni bir xil chiziqlari, to'g'rimi? Biz bularni belgilab turib, mana ikkalasi ham sariq turibdi, belgilangan turibdi va mana bu yerda tenglik belgisi bor. Equal. Tenglik belgisiga bossak, bu chiziqlar o'zaro teng bo'lib qoladi. Necha bo'lishidan qat'iy nazar. Mana men 30 qilgandim. Buni 25 qilsam, ikkinchi to'rtburchagimiz ham shunga mos ravishda 25 bo'ladi. Qara. 5 qiladigan bo'lsam, bu ham 5 bo'lib qoladi. Ko'rding? 30 qiladigan bo'lsam, narigisi ham 30 bo'ladi. Tushunding? Bu nima degani? Bu ikkita to'rtburchakning mana bu chiziqlari, mana bu yerda qara. Equal degan tenglik belgisi qo'yilgan belgi bilan bu chiziqqa bog'langan mana. Olib kelamiz, ko'rsatadi mana. Tushundingmi? Bir-biriga bog'langan. Endi biz yana o'lcham berishimiz kerak. Ikkita ballonning mana shu teshiklari oldinga nisbatan qancha masofada joylashgan? Mana oldinga nisbatan va orqaga nisbatan 10 mm, ya'ni 1 cm uzoqlikda joylashsa yetadi bizga. Mana bu oxirgi chiziqqa nisbatan 10 mm, 1 cm bo'lsa nima bo'ladi? Yetarli bo'ladi. Ana endi bularning o'zini uzunligi mana. Ballonning o'zini uzunligi, e'tibor bering, mana bu. Buni uzunligini ikkinchi ballonimizning uzunligiga nima qilamiz? Equal. Tenglashtiramiz. Keyin nima bo'ladi? Bittasini razmerini o'zgartirsak, qolgani ham xuddi o'sha razmerga o'tib qoladi, to'g'rimi? Xuddi shu ishni qilamiz. Equalni bosamiz va misol uchun birinchisiga razmer beramiz, qarang. 63 turibdi, bizga 70 kerak. Ikkalasi ham 70 bo'lib qoldi. Tushundingizmi? Mana shunday qilib, demak,
balonimizni joylashtirib oldik. Va xuddi mana shu ikkita to'rtburchakni bu tomonga ham bir xil qilib ko'chirmoqchiman. Qanday ko'chiraman? Bir xil qilib, xuddi o'zini faqat bu tomonga. Zerkalni, ya'ni aksini qilishim kerak. Buning uchun biz mirror degan buyruqdan foydalanamiz. Mirror buyrug'i mana shu chiziqlarni mana belgilaymiz. Mirrorni bosganimizdan keyin biz qaysi o'qqa nisbatan mirror qilmoqchimiz? Mirror degani aksi degani. To'g'rimi? Qaysi o'qqa nisbatan? Markazga nisbatan. Markazda qaysi nima turibdi? Yuza right degan yuza turibdi. Biz hozir mana shu ikkita to'rtburchakni right ga nisbatan aksini yaratamiz. U nima qiladi desa, right dan qancha uzoqlikda turgan bo'lsa, xuddi shuncha uzoqlikda faqat bu tomonda paydo qiladi. Qarab turing. Biz mirrorni faollashtirganimizdan keyin birinchi bo'lib mana shu o'rtadagi chiziqni belgilaymiz. Bu tayanch nuqta hisoblanadi mirror uchun. Tushundingmi? Keyin esa chiziqlarni belgilaymiz. Birin-ketin mana 1 2 3 1 2 3 mana shu tomonda paydo bo'ldi. Ko'rdingizmi? Mana bu yerda ortiqcha chiziq tushib qolgan. Paydo bo'ldimi xuddi shunday? Bo'ldi. Endi biz balonni joyini kesib tashlashimiz kerak-ku, to'g'rimi? U uchun mana bu chiziq ortiqcha bu tomondagi. Qaychini bosamiz, trim komandasi bilan biz mana kesib tashladik. Bu yoqni ham kesdik, bu yoqni ham mana kesib yubordik. Endi razmerlarimiz yo'qolib qoldi. E'tibor berdingizmi? Razmerlarimiz yo'qolib qoldi. Razmer yo'qolmasligi uchun biz qaytadan razmer beramiz. Bunga nisbatan uzunligi 200 ligicha qoladi. Mana bu ikkalasini o'rtasidagi masofa 140 ligicha qoladi. Bu chiziqqa nisbatan vertikal holatda yopishtirib qo'yamiz bir-biriga. Tushundingizmi? Mana endi biz mana shu joyda robotimizning tag qismini tayyorladik, to'g'rimi? Tag qismini tayyorladik. Endi biz buni ekstrud qilib ko'tarib olishimiz kerak. Juda qalin bo'lib ketdi. Bizga buncha qalin shart emas. 3 mm yetadi bizga. Mana 3 mm qalinlikda mana tag qismini chizib oldik. Tushunarlimi? O'sha motorlaringizni qotirish uchun mana ichkariga qotirasiz motorlaringizni. Balonlaringizni joyi ochiq qoladi. Tushundingizmi? Ana endi biz xuddi shu narsani motorlarni yopishtirish uchun joyini qoldirib, yonlarini ko'tarib olishimiz kerak. Yonlarini ko'tarish uchun e'tibor bering, bitta narsa qilamiz. Balonimizning diametri 7 ku, to'g'rimi? Xuddi shu balonimiz uchun birinchi krilo deydimi? Mashinada krilo bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa krilo uchun joy tashlaymiz, qarang. Bu yoqdan qarab olamiz, qarang, yon tarafdan qaraymiz. Leftdan qarab olamiz va biz bu yerga e'tibor bering, mana bu yuzaga mana. Qani? Robotimiz mana bu yuzasi bor-ku. Ko'rdingizmi? Shu yuzaga sketch yaratamiz. Mana. Sketch yaratildi. Leftdan qarab oldik. Endi biz krilo chizamiz. Kriloni qanday chizamiz desa, mana bu yerda arka bor. Mana. Arka 3 ta nuqtali arka bor. 3 point arc. Shuni tanlaymiz. 3 ta nuqtani qanday belgilaymiz? Mana bu nuqtani belgilaymiz. Mana 3-nuqtani belgilaymiz va tepasini belgilaymiz. Ko'rdingizmi? Va buni radiusini biz mana bunday qilib radiusini belgilasak bo'ladi. 35 qilib qo'yamiz. Ko'rdingizmi? 35 sig'adi. Endi qara. Buni biz xuddi krilo kabi ekstrud qilishimiz uchun bu ekstrud bo'lmaydi, Firdavs. Buni ekstrud qilib bo'lmaydi. Bu oddiy chiziq. Oddiy chiziqni nima qilib bo'lmaydi? Ekstrud qilib bo'lmaydi. Endi biz buni
offset komandasi yordamida yana bitta parallelniy chiziqqa ko'paytiramiz. Qalinligini 3 qilamiz. Offset komandasi shu chiziqdan bir xil uzoqlikda joylashgan boshqa chiziqni hosil qilib beradi mana. Tushunarlimi? Offset komandasi. Mana ikkita chiziq hosil bo'ldi. Endi biz pastdan liniya bilan mana bu yeri ochiq turibdi hozir. Mana ikkita chiziq bor, lekin bir-biriga tutashmagan. Bularni bir-biriga tutashtiramiz. Ikkinchi tomonni ham tutashtiramiz. Va yopiq bo'lgandan keyin buni rangi o'zgaradi mana. Seri rangda bo'lib qoldi. Chunki bu yopildi, hamma tomoni yopildi o'zi. Tushundingiz-a? Hamma tomoni yopilgandan keyin biz buni ekstrud qilsak bo'ladi. E'tibor bering, ekstrud qilamiz. Mana xuddi shu turishda hali biz sketchdan chiqib ketmadik, hech narsani bosmadik. Shunchaki ekstrud komandasini bosamiz va u endi tashqariga chiqib ketdi. Yo'q, bizga ichkariga kirish kerak. Buning uchun mana opposite direction'ni tanlaymiz. Opposite direction'ni tanlasak, bu yo'nalishini o'zgartiradi, naborot. Tushundingiz-a? Qancha joy? 30. Yo'q, 30. Точно 30 mana. Ko'rdingizmi? 30 bo'ldi. Mana, saqlanib qilamiz. Tayyor bo'ldimi? Bo'ldi. Endi e'tibor bering. Xuddi shu narsani yonidagi balonga ham, narigi tomondagi balonga ham ko'chirishni o'rgataman. Bu ham mirror yordamida amalga oshiriladi. Mirrorni ikki xili bor. Sketch qilayotganingizda mirror qilish mumkin. Mana sketchda ishlab turibsiz, to'g'rimi? Sketch qilib turganda mirror qilamiz birinchisini. Keyin men 3D modelni ham mirror qilishni o'rgataman. Bu 2D model hisoblanadi. Biz buni mana mirror komandasini tanlab, mana bu o'rtadagi nuqta bor-ku, shuni tanlab, keyin mana bu chiziqlarni belgilaymiz mana. Pastdagi chiziqlarimiz ham bor, qolib ketmasin. Mana, bunisini ham tanlaymiz mana. Qachonki mana seri rangga kiradi, bu degani yopildi, hamma chiziqlarni sen belgilading degan. Galchkani bosamiz. Mana. Bu tomonda ham paydo bo'ldi. Ko'rdingizmi? Ha? Ko'rdingiz. Xo'p, ana endi biz narigi tomonga ham xuddi shuni kopiya qilishimiz kerak. Narigi tomonga. Buni qanday qilamiz? Endi ikkinchi mirrorni tanlaymiz. Ya'ni biz sketchdan chiqib ketganmiz hozir. Sketchdan chiqib ketganmiz. Lekin mana bu yerda 3D modelda ham mirror degan funksiya bor. Mirror va biz birinchi mirrordan part mirror emas, feature, ya'ni qismlarni mirror qilamiz. Buni qaysi o'qqa nisbatan degan joyda right o'qini tanlaymiz. Right plane ni tanlashimiz kerak. Right. Mana bo'lmaydi deyapti. Mana reapply featuresni galchkasini qo'ysak, demak nima qilar ekan? O'tkazar ekan bu yoqqa ham. Mana mashinamiz uchun joy, mana balonlarimiz uchun joy tayyor. Endi bizda bitta muammo bor. Xo'p, balonimizning diametri 70 ekan. Lekin balonimiz mana bu markazga joylashtirilmaydi, to'g'rimi? Sal teparoqqa qotiriladi. To'g'rimi? Motori o'qi, markaziy o'qi teparoqda joylashgan. Biz mana bu o'qni necha qildik? 35 qildik diametrini. Biz shuni diametrini sal kattaroq qilamiz. 40. Kamaytirishimiz kerak ekan, uzr. 25 qilamiz. Bu ham bo'lmas ekan. Xo'p, 35 qoldiramiz. Lekin motorni qotirish uchun pastdan qotiramizmi deyman motorni endi. Motorni pastdan qotiradigan bo'lamiz endi, Firdaus. Pastdan qotiramiz. Endi bu yog'i yopishimiz kerak mana bu joylari. Qanday yopamiz, ustoz? Teshiklarni. Orqasi ochiq qoldi-yu. Ha? Qanday yopamiz? Endi qarang. Biz mana bu joyni mana bu yeri bor-ku. Mana. Ko'rdingizmi? Mana shu joyni yoki mana bu joyni mana. Ko'rdingizmi? Ichkarini. Ko'rdingizmi?
ichkarini tanlaymiz va yana bitta sketch qilamiz. Leftdan qarab. Mana shu yuzaga nisbatan sketch yaratildi mana. Ko'ryapsizmi? Ha, mashina qilamiz hozir, qarab turing. Ha? Birinchi boshida qilish kerak ekan. Ha. Qarab turing. Motorni tagiga yopishtirib qo'yaverasiz-da, tushundingizmi? Ha? Qarang. Bu yerdan chizdik sketchni, leftdan qarab oldik. Endi bunaqa narsa chizamiz, qarang. Arka. Mana bu yerdan bu yergacha mana yana bitta arka bu yerdan bu yergacha mana. E'tibor bering mana. Yopishib qoldi mana shu arka bor shu yerda chiziq, qora chiziq mana ko'rinyaptimi? Ha? Ko'rinyapti. Leftdan qaraymiz. Endi line ni tanlaymiz. Chiziq. Mana bu nuqtani bu nuqtaga ikkita arkani chiziqlari bor-ku, shularni birlashtirdim. Bu arkani nuqtasini olib kelaman. Bu yoqqa oldinroqqa olib chiqaman. Tepaga ko'taraman. Tepaga ko'taraman. Mashinaning formasini berishga harakat qilamiz. Oldinroqqa olib kelaman. Yana teparoqqa ko'taraman. Bunday qilib mashinaga o'xshatishga harakat qilaman hozir. Yana bu yoqqa olib kelaman. Tekis qilib, yana pastroqqa tushiraman. Yana oldinroqqa olib kelaman. Bu yoqqa mana shunday pastga tushirib bunday qilaman. Mashina formasiga o'xshatishga harakat qilamiz. E'tibor bering, razmer beramiz. Bu yoqni 10 qilamiz razmerini. Bu yoqni ham razmerini 10 qilamiz. Shunda mana oxirigacha bordi. Endi balandligini 40. Bu tomonni ham 40 deb belgilaymiz. Mana 40 bo'ldi, pastroqqa tushdi. Xo'p, endi qaranglar. Mana bu nuqta bilan mana bu nuqtani gorizontal tekislayman. Voy. O'zi tekis ekan-ku. Bu nuqta bilan bu nuqtani gorizontal tekislayman. Mana bir xil bo'lib qoladi nuqtalar. Xo'p, ana endi razmerlari beramiz. Mana bu nuqtadan bu nuqtagacha bo'lgan masofa mana balandligi nuqtai nazardan 30 ga teng bo'lsin. Bu tomon bilan bu tomon esa 35 ga teng bo'lsin. Mana bu tepasi esa tomi 80 bo'lsin. Bo'ladimi? Shunday qilsak? Buni balandligi bunday qilamiz. 24 qilib qo'yamiz, mayli. O'zini balandligida tursin. Endi mana bu nuqtaning markaziy o'qdan markazdan uzunligi 80 bo'lsa, bu 40 bo'lishi kerak. Mana bir xil uzoqlikda bo'lishi kerak. Ko'rdingizmi? Mana shu holatda mashinaning formasini qildik. Ko'rdingizmi? Mashinaning formasini qilib biz ekstrud beramiz. Bu yoqqa emas, endi nabarot. Qancha? 160 midi? Yo'q. 140 ekan. Mana. Qalay, mashinaga o'xshadimi? Mashinaning o'ziga semizroq. Semizroq? Ha, eniga semiz bo'ldi. Xo'p. Endi qarang. Mana bu joylarni yumshatamiz. Yumshatish uchun bizga mana bunaqa fillet degan komanda kerak bo'ladi. Fillet chiziqlar belgilanadi. Oldini qilish shart emasdir, orqasini qiling. Oldini shunaqa qilamiz. Oldini shunaqa turadi? Ha. Mana. Mana. Va
e'tibor bering, bu yerda 2 mm turibdi. Biz buni ko'paytiramiz. 5 qilamiz. 10 qilamiz. 15 qilamiz. O'zgaryaptimi? 10 yaxshimikan? 15 emasmi? 10. Mana 10 qildik mana. Ko'rdingizmi? Ko'rdingiz-a? Xo'p. Ana endi bu joyimizni biz ana uyib olishimiz kerak. Uyib olishimiz deganimiz bitta narsada xato qilamiz. Mana sketch chizganimizda mana bu narsa kerak emas ekan, arka. Mana bu arka bor-ku. Shuni tinchgina mana bitta chiziq qilib birlashtirib olishimiz kerak. Oxirigacha. Shunda yopiladi. Polni yopiladi shunda. Ko'rdingizmi? Keyin biz mashinaga mana bunday qilamiz. Mana bu yerda shell degan komanda bor. Ko'rdingizmi? Shell degan komandani bosib bitta tagini belgilasak, bu ichini bizga to'liq o'yib beradi mana. Mana ko'ryapsizmi? Ichini o'yib berdi mana bizga. To'liq mana hamma joyini ochiq qilib beradi. Ko'ryapsizmi? To'liq qilib o'yib berdi. Opa. Mana. Tagini alohida chizib qo'yamiz keyin. Tepa qilib qo'ysa bo'ladi. Tepa qilib qo'ysa bo'ladi. Motorni? Ha, eniga qo'ymaydi, bu yerga qo'yadi. Ha, bunaqasiga qotirsa ham bo'ladi motorni. Mana. Firdavs, ko'ryapsanmi? Mana shu formani chizish vazifa bo'ladi. Hozircha yetadi bugunga. Bugunga yetadi.